Agar atrofimizda negativ jarayonlar bo'layotgan bo'lsa, negativ fikrlar qaynayotgan bo'lsa, o'zimizni ijobiy fikrlarimizni saqlab qolishimiz uchun nimalar bizga kerak bo'ladi? Birinchi navbatda o'zimizni ichki dunyomizni boshqarishimiz kerak. Tashqaridan kelgan har bir odam sizni kayfiyatingizni buzib ketishi, tashqaridan kelgan har qanday negativ sizni bugungi kun rejangizni, ya'ni sizni garmoniyadan chiqarib, bugungi kun rejangizni buzishga haqqi yo'q. Shuning uchun ham eng avvalo inson o'zini ichki garmoniyasi, ichki dunyosini o'zi boshqara oladigan darajada o'zini hissiyotlarini tanishi, ularni boshqarishni o'rganishi kerak. Hissiyotlar, his-tuyg'ular, emotsiyalar juda yaxshi yordamchi, lekin juda yomon rahbar. Ularga ergashib ketib qolsak, xato qilamiz. Biz bir narsani har doim esimizda saqlashimiz kerak. Biz muhitni boshqara olmaymiz. Biz ichki dunyomizni, his-tuyg'ularimizni, xatti-harakatlarimizni va fikrlarimizni boshqara olamiz. Shuning uchun ham o'sha muhit sizga yoqmayaptimi? Sizga salbiy ta'sir ko'rsatyaptimi? O'zingizni ichki ijobiy dunyoyingizni, ijobiy fikrlaringizni saqlash uchun o'sha muhitdan keting.